Diyora Nozaning kelinglar, choylarni ichib olinglar. 1 soatdan keyin menga och qoldim demanglar, tushundingizlar? Men sizlarga 10 marta dasturxon bezamayman-ku. Tez-tez kelinglar. Shu bir marta aytganga Diyora kurtgan kirini qara. Bo'yi tozaydi-ku shuni kiyizgan vaqtda. Nima kir qiling? Boshqa ishim yo'qmi? Faqat kir yuvamanmi? Ko'chada ko'rgan odamlar nima deydi? Qaramaykan, e'tibor qilmaykan deydi. Sani kurtganini qara. Kir qilma yana ko'chaga chiqib, qaymi? Ha yurganda toza-toza yuringlar-da, qizim. Shu ovqat issiqligida shap-shap kelib yesalaringizda, asosa mazasi qochadi. Aholi siz ham qani? Eton dadangga aytaman. Qachon qarasa fikri xayollaringiz telefonda. Yig'ishtir Diyora telefonni. डोली सजा के ये? रखना Dadasi. Maftun bu kichkinada ozgina o'zini eplaydigan bo'lsin. Haki hamma joyga olib borasiz. Ha, chet davlatga. Ha, chet davlatga ham birga boramiz, kinolarga boramiz. Xo'p. Hech bo'lmasa gapiradigan bo'lsin, Ha, ozgina uydagilar qarab turadi buni. Ye. Mana shunisi ozgina katta bo'lsin, Maftun. Ki ana olib borasizmi? Ha, chet el ketdik. Har kun kinolarga boramiz. Ki o'zim ustim demishdimmi? Fitnessga boraman, kurslarga boraman. Ha, prosta bu 2 oylik-ku. Men qanaytacha fitasan, hech bo'lmasa 1,5 yosh bo'lsin. Hay. Yo'q, o'g'il xohlavdik-ku. Mana endi o'g'limiz ham bor, qizlarimiz ham bor. Shunisi ozgina katta bo'lsin. Olib borasizmi hay o'zi? Ha, 100%. Chet el. Har kun kinoga boramiz. Ozgina o'zini eplaydigan bo'lsin. Ki faqat o'zimni ustimda ishlayman. Ha, kurslarga borasan, fitness. To'g'ri, chet elga chiqa olmadik, kinolarga ham bormadik, to'g'ri. Lekin 5-6 yildan keyin sanatoriyalarni yondiramiz, ma'qul ishonsa. Boring gapingizga ishonmayman. Ha, o'tirsan-da uyda nima bo'ldi? U ham qiziq-ku. Oilaviy hayotda romantika yo'q deydiganlarga shoirning mana bu misralarini o'qib bermoqchiman. Farsh, kartoshka, sabzi, bolgarskiy. Yog', tomati, mevalar va kefir. Shoir bu yerda ma'no ko'chishini ishlatgan va sog'inch, sevgi tuyg'ularini unga yetishmayotganligini ifodalamoqchi bo'lgan. Bunaqa she'rlar ko'p. Mana non un kefir. Bumaga detski salfetka degani bor. Menga eng yoqadigani juda ta'sirli misralar. Agar sevgan qizingni otasi senga bermasa, hech qisi yo'q. Bir oy siqilasan, 2 oy siqilasan o'tib ketadi. Undan ham yomoni otasi bersa-yu, to'ydan keyin qizni xarakteri o'zgarsa, u hayotingning oxirigacha yeydi-ku seni. Hammaga xayrli kun. Bu oila tili darsi va bugungi darsimizning mavzusi Abu Kanko. Oila tilidan o'zbek tiliga bu rahmat, boringizga shukr deb tarjima qilinadi. Mana bu so'zlar esa boshim egilguncha ta'zimdaman degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr. Necha marta aytaman, mayda narsadan oyoq tagiga qo'ymanglar, ko'zim ko'rmaydi meni. Maftun, yana aytasizlar, injiq bo'lgansiz, mijg'ol bo'lgansiz, deysizlar, o'zlaringiz aytgan qilmaysizlar-da, ha? Ha? Nima deysiz? Bir-birimizga mosmiz deyman. Ha, nimaga? Qarib seni go'zalliging ketishiga meni ko'zim xiralashdi. Ha. Meni qarib injiq bo'lganimga sen quloqing tom bitdi. Qulayda, qulay. Men sen o'sha yoshligingcha eslab qoldim, sen injiq gaplarni eshitmaysan-da. Hozir gapirgan eshitolsam ha? Nima dedi? Yaxshi kelding bolam? Ha, yaxshi. Ichdingmi? Yo'q, men ichmayman-ku. Yolg'on bo'lmasin, bir piyola qimiz ichdim. Qara bo'lmasa janjal qilma, baqirmada sekin kirib uxlagin bolam. Yo'q, men janjal qilmayman. Nima bo'lyapti ona? Mana aka ichib ketdi, men aytmayman, janjal qilma, baqirmasa meni quloq solayapti. Ichsiz kirib yotmaysiz. Ichganim yo'q, bir piyola qimiz. Qancha ichsangiz ham siqsang-chingda aka. Nima Janjal kerak qilma. Mana akam ichib olib janjal qilmoqchi bo'lyapti. Ichganim yo'q. Sharmani bilan qo'yib ketdi. Qo'shni nima janjal, nima to'polonni uxlashga berasizlarmi o'zi? Ko'rmayapsizmi, akam ichib olib yangam duryapti-da endi. Janjal qilmoqchi bo'lgan. Ichgan odam bilan sporlashmaydi, uxlab olmaysizlarmi? Aka, yana ichib keldingizmi? Stop, bo'ldi.
bir piyola qimizga shunaqa qilib o'rayotgan bo'lsangizlar, it bo'lay, kuchuk bo'lay boshqa ichmayman, o'ldirib yuboringlar. Bechora qizim. Balla ichmaydigan bolalar. Qizimlik yomon aygirish qildingda. Ketib qolmaylar, hop, adelikka qurishni qo'yib beramiz. Dadam kelsa biz tomdan tushib beraymi oldiga? Voz ichgan bo'lsa ham yomon janjal qilamiz. Endi meni uradi. Bo'pti, men uyga kiray. Lekin keyingi oy o'zing kutib olasan. Mehmonga boradigan bo'ldikmi? Ha, kiyimlaringiz almashtirib oling. Rektor ketaman, kim qaraydi menga? To'rnaga o'tirib, bor, qara hamma narsani. Unaqa bo'lmaydi. Qizim, qo'ysangchi. Mushu olgan ichingda. Gugurtni yoq. Bog'li kiyim bugun, tushundingmi? Bo'g'im bor. Uying borisan bolani. To'ydan keyin O'g'lim, bugun kechki ovqatga vaqtida keling. Xo'p bo'ladi, Munisa. Qizim, o'tiring jonim, o'tiring jonim. Buzrukvorim, sizga bo'g'irsoq. Ona qizim, rahmat senga. Dadasi, qudalar kelar ekan. Iye, qudalar kelayotgan bo'lsa, ham chiroyli kiyimlarni kiyib tayyorgarlik ko'rmaymizmi bu? Voy, kelinim meni. kelinam o'ylasa kerak. Qanday ajoyib o'ylarga tushdim deb, ha? Diyora qizim, men o'yinchoqchay. Hurmatli shifokorlar konsiliumi, bolalar kasal, sababini aniqlashimiz kerak. Menimcha chang ko'paygan, atapleniyalar yongan, qurum ko'tarilgan. Yo'q, menimcha virus keng tarqalgan. Endi bola, maktab, bog'cha degandek. Yo'q, onasi aybdor. Qaramagan. Xo'sh, qanday davolaymiz? Menimcha havo tozalagichlarni kuchaytirishimiz kerak. Yo'q, menimcha virusga qarshi kurashishimiz kerak. Ko'proq suyuqlik, immunitetini ko'tarish. Yo'q, onasi yaxshilab gap eshitish kerak. Har gal bola yo'talganda onasini urishib deymiz. Bo'lmasa siz ertalab uchun javob berasiz, men obedga, siz esa kech uchun. Boshlang. Kelin, nimaga qaramadingiz? Ha? San opang borligi esingdami? Yo o'lganmi opang? Chaqirmasang ham kelaveraman uyingga. Opa, qanday inson va qanday vazifalari bor. Kecha shu yerda edingiz-ku? Qarasam qochibdi. Shunday ushladim deb kuchukday urdim. Ha, onadan farqli opa hech qachon sizni urganidan afsuslanmaydi. Kichkinaligida bekor urgan ekanman degan gapni undan eshitmaysiz. Alo, Ozod, qaydasan? Murabbo qilyotgandim, bir xalta shakar keltirib berib ket. Xo'p. Opaga farqi yo'q. Kimsan, vaqting bormi, yo'qmi? Shundoq buyuradi, tamom. Qilishing kerak. Ha, kuchuk, ichdingmi? Tug'ishgan ukangizni kuchuk deyish unchalik aqlli fikr emas. Ichdingmi, yo'qmi deyapman. Ichganim yo'q, mana. Qarada. Xo'p, katta 30 ga kirgan erkak bo'lsangiz ham urush beraveradi, opa. Farqi yo'q unga. Butun sinfda bitta Ozodda pushtirang sumka bo'laydi. Hayotingizdagi eng uyatli voqealar hammani esdan chiqqan bo'lsa ham, opangizning esida. U ham bo'lsa mendan qolgani. Bir kun ko'tarib borganman. Hayda, bir kun, bir yil tutgansan. Bo'l, Jo'rajon boryapti. Dadasi? Ha? To'xtang. Nima yonda bo'lgansiz, hamra o'tiradi, juralar zo'rni bir kulasiz-ku? Maftun, chunki senga nisbatan muhabbatim sof meni. Senga nisbatan ishq his qilaman men. Romeo Julietta bir-biriga erishganda o'lgan. Layli va Majnun, Farhod va Shirin bir-biriga erishganda o'lgan. Seni yoningda o'lishdan qo'rqaman. Shunga kelmayman. Ha. O'rtoqlarim nima qalang'i odamlar-da, ular oldida nima bo'lishi mumkin? Hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun men tezroq ketay, maqta o'lib qolmayman yana. Dadasi? Oyjon nima farqi taqib olganlar? Ha, bibim kelyaptilar-ku. Qaynanangning qaynanasi. Vay, alaykum assalom shay. Vay, meni toybalam, Ozod jonim, shu jonim, bo'ynimdagi marjonim, voy o'zim o'rgile, jonim bolam. To'xta, bugun men erkalanadigan kunim. Sen yaxshi kelib, mana buni qilmabsiz-ki, buni olib tashlay, hozir yuvamiz, sipiramiz hamma joyiga. Voy tavba, imillamay. Ha, kelin. Voy, hozir tez qilib tashlayman. Qoching, imillis uzun qilaman, qoching. Boks bilan ko'rasizmi? Mana bu yerda kamar uchun jang bo'lyapti. Kim aytayapti? Bibim kamarni bermayaptilar. 78 39 80.
Qancha? 18, yana 5000 kerak. Ozod. Habibijon. Ke. Как раз shuncha yetmay turibdi. Yaxshilikka ishlat bolam. Yo'q, buzilib ketmaslikka harakat qilaman lekin. Rahmat. Lan sigara qidirsang uyda ekan. Xos kelaman. Shukr. Voy, hojam, uzr. Nima bu? Kim pishirdi? Man buvijon. Voy. Voy, biram chiroyli. Mazalikka o'xshaydi. Voy, nima qilishni ishlatyapsiz? Aprel oyijon. Nima gapi? Kir mashina uchun o'g'il olib keldilar. Rangli kiyimlarga ham, oq kiyimlarga ham yaxshi ekan oyijon. Zo'r parashok. Ovsiningiz ham shundan ishlatadi. Voy, hojam, mana har kim ishtirogim keladi. Xursand bo'ldim. Oyijon, onam bilan kelib bormoqchi edim, maylimi? Ha, mana voy, qurab ko'rmaganiga aytib. Sizga nima bor? Katta xotin. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Rahmat buvijon. Ozodbek bolam, safarim qaridi. Ertaga ketaman. Yo, bormasam bo'lmaydi. Amakini chaqirib ber. Amakimnikida zerikasiz. Ular ertaga kech ishda bo'ladi. Mana bu. Lekin ular ham farzandiz, to'g'ri. Prosta biznikida yaxshimi deyman-da. To'g'ri gaping. Ularnikida zerikaman. Shu yerda qolaman. Derdim-u, bormasam bo'lmaydi-da. Nima bo'lmasa, men yo'lga hozir har narsa qilib beraman. Patrulni somsa ularni kiyaman, oboras. Oyijon, yordamlashing. Qoling. Qolish kerak. Bo'pti, Maftun. Men ketdim. Aha, xo'p. Montajga o'taman. Montajdan chiqamanda Evro House'dagi uyimizda 2 oylik to'lov qolib ketibdi. Aha, xo'p. O'shani to'layman, stand-up klubga o'taman. Xo'p, yaxshi borib keling, dadajon. Xo'p. Mayli. Qara ketopsiz deb so'ragani yo'q-ku. So'ramasa ham atchot beraveraman. Dadasi yaxshi keldingizmi? Ha, montajda o'tirib uyni pulini to'lashingizdan chiqib ketibdi. Keyin yugurib borib ulgurdim, oxiriga ulgurib qoldim-da. Keyin stand-up klubga qaytib, ishlab qaytyapmiz-da. Ha, yaxshi. Yaxshi keldingizmi deganda, yaxshi desam bo'ldi-ku. Nima qilaman atchot berib? So'ramasa ham atchot beraveraman. Dodo, o'sha joydan kelayotgan sochlardan qaysi birini tanlashni bilmayapman. Sen qara, xolanglarga ayt, birinchi uchrashuvni kafe-pafeda belgilamasin-da, undan ko'ra Kompyuterxonada ham ko'rishadilarmi, dadasi? 5 minut o'ynasa tushunib oladi. Kim o'zi bu? Qanaqa odam? Kelisha olaydimi? Ha? Qalay? Bo'lmaydi. Agi yuramiz-da, bo'yga borib olib, nimaga bu hech kim yo'q deydi? Ya nervniyaga menga baqirib tashladi, menga yoqmadi. Bu yigit qizim yoqdimi? Yo'q, yoqmadi. Avtomat tashlab bersa, pichoqda o'ynaver dedi. Jumot. Yo'qmi shunda? Yo'q, yoqmadi. Arujaga pulim yetmayapti. Men arujamda o'ynayman, sen tashlab. Bomba 2da ekan, hozir olib kelaman. Yo'q, ovora bo'lma. Men o'zim borib olib kelaman. Sen terda o'tirib tur. Begonalar. O'zi bittagina yaktagim bor. Dadasi, ha qizim? Qalay? Yaxshi. Hayotdan bir o'yin, qizim, yoningda turadigan bir ishonadigan sheriging bo'lishi kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, dadasi. Men o'zlari, men nima gapim? Chap. Sana aqlli kelin, ona aqlli kelincha ertalab turib supa supurmaydi. Aqlli kelin o'ziga o'xshab pishib uxlaydigan qaynona topadi. Tamam, hozir joy kechasi bilan bo'lay qarayda. Yoti kelin. Yo, supurga qayda deb so'ramoqchi edim, biroq ayting, supurib qo'yay. Qoch. Sangida ham biron kun voqiligroq kelgan uyiga. Nima buncha uy olib o'tiribsan, ko'chada deydigan bo'lsang? Soat necha bo'ldi? Men aytdim, Ozod. Xolimnikida gaplashib qolib ketdik. Anada dadam aybdor, dadam erkalatib yuborganlar. Qarang, dada xotiningizga tergamaysiz, keyin mana bunaqa yuraveradi bular. O't.
Dadasi, bozor ketyapsizmi? Naqd pul menga bering, men siz bankartamni ishlating. Nimaga? Aloqa bankning Uzcard Duo kartasida 200 ming so'mdan ortiq xarid qilsangiz, 15 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozircha bozorga ketyapsanmi? Mani kartamdan olgin. Aloqa bankning Uzcard Duo kartasidan 200 ming so'mdan ortiq xaridni amalga oshirsangiz, 15 million so'm yutib olishingiz mumkin. Ulgurmadingiz-da. Voy nimaga? Xuddi sizga o'xshaydigan, faqat kichkinaroq varianti tezroq harakat qiling. Uni kartasini berib bankiga oling, ha? Tuproq bitta joydan olinganda, tuproq bitta joydan olingan. Jismoniy mashqni sekin-sekin boshlagan yaxshi. Birdan boshlasa yurakka nagruska tushib qoladi. Hozircha bizning yuragimiz yaxshi. Yo sizlarniki mayli, bizaniki ko'tara olmasligi mumkin. Mana bunday manzara. O'tir, bor, qarab qilib bizga. O! Bugun qoringa ishlayapsizlarmi? Preska. Yo qo'yilganmi? Qo'lamancha tez harakatlanyapti-da. Foq. Semirtirmaydi. Ay, semirtirmaydi. Rosa qiz jalqada. To'ydan oldin shunaqa ne va'dalar berishgan, to'ydan keyin o'sha bee'tibor bola bir gap o'qinib beribdi-da. Men aytaman. Ne va'dalarni berib uyga olib kelib, keyin e'tibor bermay qo'yish haqida ana kovriklarga, o'g'ishlaringizga tushuntiringlar. Anaqa skakalchalarga. Ozodjon, Olib kelgan odamlar lekin bilga. Ballaqal, borda biza muhim masala gapiryapmiz. Sizlar hali ham ularni kutyapsizlarmi? Lekin bilinglar, ular hech qachon endi qaytmaydi. Lekin bir kun kelib, mana shu o'rnilaringizga haykal qo'yiladi. Hatiko instrumentlari deb. Ha, ona? Ozodjon, bizlar prosta to'yimiz bor, kelib shug'ullanamiz biz. Qilamiz. To'yga mashq qilishga ketdi deylaysizlar. Yo'q. Toza biqin qilishga ketyapti bular. Hop, dadajonisi. Bugundan faqat mashq. Sigaret yig'ishtirdim. Sog'liqqa qarash kerak onasi, sog'liqqa. Ye, qizim? Diyora? Xush kelibsiz. Kimam? Yo'q, o'zim keldim. Sigaretimni olib ber. Hozir. Tez bir ye. Hozir, hayır dadajon, hayır. Keling. Le, Ha, dadasi? rostdan qizing tinchmi? Ha, tinch, ana kuyov bilan gaplashyapti-ku. Itsiz, nafratlanaman sizdan. Boshqa telefon qilmang. ishdan chiqay, boraman, gaplasha olamiz. Bildim bo'lani bir gapi borligini-chi. Aktyorkam qaniydi mani? Dadasi, kuyovsiz kelik ekan. Kelyaptimi? Ya, ay, unaqa javob kelmaydi, qara, yiqamasın. Nima qiling? Osh qilaman-da. Ana Nazira, kuyov kelyapti. Bo'ldi, shu yerda mana bu kakrash yerda o'tib ketyapti-da. Mana men keldim. Mana bobojon suv. Rahmat qizim. Endi meni bir 2 kunligim qoldimi yo'qmi? Biror siring bo'lsa, darding bo'lsa ayt. Men baribir uni o'zim bilan olib ketaman. Yo'q, hech qanaqa sirim yo'q. Ozod, menga ham shart aytmayapti bu. Olay so'llik. Qizim, kuyovga bitta telefon qilgan qanchada kelar ekan? Hozirmi? Ha, hozir qizib kelgandan keyin telefon qilmaysan-ku. Mana telefoning. Ha. G'alati. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Kutib qoldik-ku mana. Qiyosat. Bilib qo'y. Bu uyga sani uchun kelganman. Va baribir sani olib ketaman. Shu naviramga o'ylayapman deb bekor hazil qildim-da. Deganda ham qancha go'sht bo'ladi u? Falon go'sht bo'ladi-da. Hozir Men shunday hojatga chiqib kelay. Ha, yuring. O'zim. To'g'ri ekan. Ha, endi sen ham to'g'ri tushun. Oilaviy hayot bo'lsa, har xil vaziyat bo'ladi. To'g'ri kuyov. Har xil vaziyat bo'lar ekan. Bo'lmay qolib bering. Xo'p. Ha, unda biz boraylik. Ha, mayli, boraveringlar. Boraveringlar. Unda ketdik bo'lmasa. Yaxshi yetib olinglar. Ketaveringlar. Ya, sumka olmaysiz. Va sumka tayyor ekan u. Bo'pti, mayli, sog' bo'linglar, charchamanglar, bo'pti. Ketmayman deysan, sumkang tayyor ekan u. Yur. Ey, отставить. Пошли. Ket. Kuyovning mashinasi bo'lmasa ekan-ku. Nimaga balonni teshdin bo'lmasa? Ozod, mashinangni balonni yana kimdir teshib ketdi.
O, dadajonisi? Ha, bugundan faqat mashq. Sigaret yig'ishtirdim. Sog'liqqa qarash kerak onasi, sog'liqqa. Ye, qizim, Diyora? xush kelibsiz. Kelmanmi? Yo'q, o'zim keldim. Sigaretimni olib ber. Hozir. Tez bir ye. Hozir, ha, dadajon, ha. Keling. Le, Ha, dadasi? rostdan qizing tinchmi? Ha, tinch, ana kuyov bilan gaplashyapti-ku. Itsiz, nafratlanaman sizdan. Boshqa telefon qilmang. Ishdan chiqay, boraman, gaplashib olamiz. Bildim bo'lani bir gapi borligini-chi. Aktyorkam qani edi mani? Dadasi, kuyovsiz kelik ekan. Kelyaptimi? Ya, ay, ularga javob keltirib qara, yer qamasin. Nima qiling? Nima qiling? Qo'sh qilaman-da. Ala Nazira, kuyov kelyapti. Bo'ldi, shu yerda mana bu kakrash yerda o'tib ketyapti. Mana men keldim. Mana bobojon suv. Rahmat qizim. Endi meni bir 2 kunligim qoldimi yo'qmi? Biror siring bo'lsa, darding bo'lsa ayt. Men baribir uni o'zim bilan olib ketaman. Yo'q, hech qanaqa sirim yo'q. Ozod, menga ham shart aytmayapti bu. Olay so'ylik. Qizim, kuyovga bitta telefon qilgan qanchada kelar ekan? Hozirmi? Ha, hozir qizib kelgandan keyin telefon qilasan-ku. Ey, mana telefoning. Ha. G'alati. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Kutib qoldik-ku mana. Qiyosat. Ey. Bilib qo'y. Bu uyga sani uchun kelganman. Va baribir sani olib ketaman. Shu naviramga o'ylayapman deb bekor hazil qildim-da. Deganda ham qancha go'sht bo'ladi u? Falon go'sht bo'ladi-da. Hozir Men shunday hojatga chiqib kelay. Ha, yuring. O'zim. To'g'ri ekan. Ha, endi sen ham to'g'ri tushun. Oilaviy hayot bo'lsa, har xil vaziyat bo'ladi. To'g'ri kuyov. Har xil vaziyat bo'lar ekan. Bo'lmay qolib oling. Xo'p. Ha, unda biza boraylik. Ha, mayli, boraveringlar. Boraveringlar. Unda ketdik bo'lmasa. Ketaveringlar. Ya, sumka olmaysiz. Va sumka tayyor ekan-ku. Bo'pti, mayli, sog' bo'linglar, charchamanglar, bo'pti. Ketmayman deysan, sumka tayyor ekan-ku. Yur. Ey, отставить. Пошли. Ketdi. Kuyovning mashinasi bo'lmasa ekan-ku. Nimaga balonni teshdim bo'lmasa? Ozod, mashinangni balonni yana kimdir teshib ketdi. O'g'lim, nima bunaqa uxlayapsan? Bugun sen tug'ilgan kuning-ku. Tur, men hammani chaqirdim. Tur. Bas, yoqqa tez. Mam tuyishtir. Qani basen ham tozala. Darvoza olib ketmasin. Mana hamda bu yotibdi. Dadang mashinasini yuvib qo'y. Bugun sen tug'ilgan kuning, Baxtiyor. Ma, bozorga kelgan hech narsa esingdan chiqmasin. Hay, bor, chop. Tez. Baxtiyor, balkashga molling. Aytmadingiz-ku. Bu tez qaytib borib ket, tez. Ey, murt bilan qalampir ham kelaydi. Tez bor olib ket. Xo'p. Ey, bor yana nimadir qolib ketibdi. Nima? Nimadir o'shani olib chop. Bo'l bacham, bugun sen tug'ilgan kuning. Baxtiyorjon, tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Katta yigit bo'lgan. Tabriklayman, tug'ilgan kuningdan. Chochik bilan choyna. Bir umr orzu qilgan edim. Besachini bola. Bordi keldichiligimiz abadiy bo'lsin. Baxtiyor dem. Ha, bugun Baxtiyor tug'ilgan kuni-ku o'zi. Qani o'zi u? Ha, Baxtiyor, men buni o'tirsang bo'lmaydimi? Yo'q-ku. Ha, o'tir bo'lmasa o'sha yoqda. Ha, hozir kelaman. Ye. Ey, bu shashlik qilmaymizmi? Qo'ra bor ekan. Baxtiyor, daqiqa. Bor magazinga borib sen bu ko'mir olib kelgin, buni yostiqlarini tozala, yuv. Bu tug'ilgan kunda shashlik yemasak, nima o'tiribmiz? Bor. Yana kelib turinglar. Ey, ketdimi ular? Ha? Telefonlar qolib ketdi. Telefon? Baxtiyor. O't yugurib, orqasidan yugurib bor yetib ber.
Bu Ha, hozir? sizlar bu dietani tutib urmoqchimisizlar yo dietani tutib qo'rqitib qo'yib yuborasizlarmi? Hozircha biz вообще-то ertalabdan yemadik. Ha, qaysi ertalabdan? Ertalabdanmi? Qoch, bor bizni. Ha. Xalqqina. Tutobsizlarmi dietani? Tez qoch ekan, tutolmayapsizlar. Bor hol. Iye, Voy, ko'rib qoldim ha. Endi semirasizlar. Ko'rmasam semirmassizlar. Lekin ko'rib qoldim-da endi hozir biz semirasizlar. kecha вообще suvda o'tirdik, bilasanmi? Suvda o'tirdingizlarmi? Ha, uni ichish kerak edi. O'tiribsizlar. Lekin sizlarchi bitta egi defense qildirib yuboringlar. Nimaga? Endi kamera kirib, oshqozonlaringizga bir og'iz aytsin sizlar dietadaliklaringizni. Hamma eshitdi, oshqozon bexabar qolsin. Sen jiddimisan hozir? Bor yo'qol. Nima yesam, ishtaham bo'g'asam, ham to'y kelib qoldi hozir mana shu. Islom, onamlar sezdingmi? Ozgina dieta tutibdilar. Qanaqa ozgina? Ozginami? Xuddi o'shancha yillar oxirida bekor edik deb qo'yadilar. Chin ko'ngildan tutibdilar, tushunasizmi? Ko'ngil tutib, tana tutolmayapti lekin. Nima ovqat ma'lum? Mana ovqat dadajonsi. Voh, shirgirichmi? Yaxshi ko'raman. Akkancha dadajonsi bugun kiyavs kelayotgan. Kiyav kelayotgan? Shirgirich pishirdingmi? Men bir normalniy ovqat pishirmaysanmi? Kiyav bilan shirgirich yeymanmi men endi? Pichir normalniy ovqat. Telefonim qoldi, chaqir ana Javohir. Javohir nima qilyapsan? Apendis bo'ling. Yig'ishtir apendisingni bugun kiyovim kelyapti, tez kel. Ha, magazinga borib keladigan odam kerak. Nazira kelyapsanmi? Bitta kelyapti. Sani kuyoving bilan do'konga borganman. Bolani olib kelib o'taman. Voy, mana bu shug'ulchilikka olib qo'yinglar, yeb qo'yinglar. Hozir kuyovni oldida olib kelib hozir. Kuyovim kelayotgan ekan aytmaysizlarmi? Voy, nimaga bunaqa tarelkalar qo'ydinglar? Voy, albatta boshqa idish bor-ku. Mana bu idish ishlatsangiz bo'ladi-ku. Eshik jiringlarmi? Qornim qildiradi bolam. Kiyav kelsin. Kuyov keldi. Qanaqa kuyov Nazira keldi deb turib qolasan, mehmon bo'lsam kirsangizroq. Assalomu alaykum. Kiyav yaxshi keldingiz. Sonlar yaxshi charchamayapsizmi? Kelyapsizlarmi? Va alaykum assalom. Kuyov yaxshi keldingiz. Ayting. Ha, mayli, tinchlik bo'lsin. Ha, kulyamiz ketdi ancha. Kuyov usib ketibdi-ku. Konditsionerli xonaga joy qilib. Hozir bostir. Ha, O'zimizga sherga tutsinmi? Voy, avval kuyovlarga sussa, qosingmiz bizni Nazira. Mana kiyav. Ha, oling. Dadasi, katta kiyavs kelayotgan ekanlar. Katta kiyav kelyapti. Katta kuyov kelayotgan bo'lsa uni chiqib kutib olmasak xafa bo'ladi u. Yo, bismillah. Ketdik bolalar, qana. Kirdingmi o'qishga? Kirdim. Nazira! Dadasi, o'g'lingiz o'qishga kiribdi. O'tirishlamisiz? O'tirish olasizlar. Bo'pti. Alo, Sardor, bolalarga ketib qolmasin. Ha, Bekzod o'qishga kirganman, xat beraman. Oyshingiz nima qilamiz? Ukamga boramiz. Oshib qolibdi, borib baxtanamiz. Nishonlaymiz. Men ukam o'qishga kirgan bolalarga yig'ilinglar, men haq beraman o'zim. Dada, men boryapman. Menam boray. Bekzod, sen chalg'ima. Tayyorla. Tashab qo'yaymi? Ha, men to'shab qo'y. Ha, qozonda sharobar isitib yeb olgan. Mana olib keldinglar. Sen menga aytib, tushundingmi? Men seni akangman. Men turib bermasam kim turib beradi senga? O'zingni qo'lga ol, uka, o'zingni qo'lga ol. Xo'p, qancha bo'ldi? 300 ming. Telefon qiling. Dadasi? Kimdi bu? Akam. Sizda akangiz yo'q-ku? Adingdagi o'ldim 1 soatga.
katta farzand bir umr orzu qilganman, mana shu gaplarni eshitaman. Sen-ku mujiksan-ku. Keyin qaragin. Idishni olaman yuvib qo'ygan. Kuxnida musor o'tib, turlarni olib. Marg'onda kim bu? Ha, u yangi ukam. Bekzod ukam o'ziga yangi uka olgan. Xo'p, aka. Ike, mana bu mushularni yig'ishtirib qo'ygan. Musor yo'q aka? Bor-ku. Xo'p aka, xo'p, yig'ishtiraman. Aka. Umrida eshitmaganda bunaqa gaplarni. Oyijon, akalarim shirilyapti dedi, hammasini o'zini xotini yoniga olib kirib ketdi. Lekin men sizni o'yladim, siz javob qo'ydingiz. Voy jonim. Dadasi? Ana oyijon yonlardagi kim? Ha, bir umr qiz orzu qilganlar-ku. Shunga bir kunga arendaga qiz olganlar. Ayog'i. Ana santexniklarni ishlab qiladi. Ularni qayerdan topdingizlar? Mening buyurtmam degan ilova bor-ku, shunga kirib hammasini topsang bo'ladi. O'qituvchi, santexnik, svarchik hammasini chaqirsang keladi. Qimmat emasmi? Men nima o'ylayman pulni? Mani endi akam bor. Dada, nima qilyapsiz? Kitob o'qiyman, boringlar, xalaqit bermanglar. Sizga ham o'qib bering. Bo'pti, o'tiringlar. Antoine de Saint-Exupéry, Kichkina shahzoda bo'ladimi? Bo'ladi. Eshitinglar bo'lmasa. Men 6 yosh bo'lganimda haronni yonida qandaydir kalamush, chiroyli, juda ko'p edi. Shahzoda va tulki yo'lda davom etishibdi. Bo'ldi. Boringlar endi, qolganini ertaga o'qib beraman. Ehtiyot bo'linglar. Dadasi, bo'la allam nima qilasiz? O'qishni bilmaysiz-ku. Xunda sen o'qimasang, men o'qimasam, bular kimdan ko'rib o'rnak oladi? Kimdan ko'rib o'rganadi? Qani menga bitta kitob o'qib bering, qani. O'tir. Ernest Hemingway, bilaman. Bo'ladi. O'qishni o'rganganda nima deysiz? O'qishni o'rgangandan keyin o'qib beringlar, ko'zim ko'rmayapti deyman-da. Ernest Hemingway, sariq hikoyalar. Bobom bilan baliq oviga borishni juda yaxshi ko'rardim. Bir kuni baliq ovi vaqtida bobom ona, hop, qarang lekin ammam bilan kelib borasiz-ku, eski gaplarni qo'zg'ab janjal qilmang. Yo'q, men janjal qilmayman, olib ketganman. To'ra, men xarakter og'ir. Xavotir olma. Ketiramani? Ha, bolalikda qilganlarimiz o'zimizga qaytibdi-da lekin. Hozir ko'rasan, 1 soatdan keyin janjal qilar, yig'layib olib kelaman. Men boraveraman bo'lmasa. Ozodjon, qara, dadang sindoshlar bilan o'tirishga ketgan. Ichadi, sog'lig'i yomonlashadi. Sen telefon qilib aytishmasin. Shuni telefon qilib, nima qilib o'tirsiz? Ishonibsizmi? Tez uyga keling deymi? Bo'ladi. Ha? Shuni mashinada meni borib olib kelaymi? Ha, bor bolam. Qiziqmisiz, ona? Dadam necha yosh, o'zlari bilsalar kerak. Ozodjon. Ha, endi o'zlaridan so'rash kerak-da, bilmam. Ona? Yana shirinlik yeyapsizmi? Ozginarim bitiga. Mumkin emas-ku sizga, ona. Qarang, yana shirinlik yeb o'tiribdi-da. Yoshir qo'ydim-ku, ona, qanaqa qilib o'ldingiz? Dadang ruxsat berdi. Dadang ruxsat berdi menga. Dadam ruxsat beradi, kecha sinfdoshlari bilan ichgan chunki. Ona, dorilarni ichmayapsizmi? Ben gavlik ham chiqmayapti, hozir bolam. Shunaqa deysiz-da, keyin davleniyaz ko'tarilib ketadi, saharingiz ko'tarilib Yo'q, ketadi. hozir yaxshiman, hozir bolam yaxshi. Ichmaysizmi? Doktoringizga telefon qilib aytaman lekin. Ichmayman bolam. Telefon qilaman hozir, ichmayapti deyman. Qil. Yo'q, men ichmayman. Ona, iching, iltimos. Islom! Ha. Ay, dorilarni ichsalar, chet elga olib chiqamizmi? Istanbulga olib boramizmi? Bizga boramiz, ona. Baland davleniya bilan samolyotga qo'ymaydi, ona. Ezib beraman-da, oling, iching. Shunaqa charchadim. Ikkalangdan bo'lsang, bitta qiz bo'lganda menga yordam berardilaring. Ona, nima qilasiz bunaqa xunuk qizlarni? Ichirib yegandan keyin yurgin tushunaymi? Qachongacha ketingdan tozalab beraman. Kelin olganingizda, ona. Kelin olganingizdan keyin borku, shunday o'tirasiz. Choy deysiz. Choy olib kelar. Bu qo'limga deysiz. Shunday choyni ichib o'tirasiz. O'zi yugur, sudur, hamma narsani qilasiz, Ye, mana o'z ovqat pishiryapsizmi? Keliningizga aytmaysizmi? Hozir men chaqiraman. Maftun! Qo'y chaqirib, bolaga qarasin. Tinchgina ovqatini qilganim yaxshi. Ona, siqilmang hali. Men uylanaman, kelin keladi. Voy keladi, keyin men 5 ta emas, 7 ta odamga ovqat qilaman. 7 ta odam tichgan, 7 ta odam o'tga yugurgan. Men o'tga qaribaman, o'tga qaribaman deb hozir bilmay o'tiraman. Kerak emas, bolam, qo'y.
Maftun, Ha, dadasi. qara ko'ylagim olib berib yubor, kechga qolib ketdim. Ha, xo'p, hozir. Kelin, Ha, uyda. ko'rpa chopib chiqyapti. Ha, xo'p. Yanga, Ha, nargida. qarang bolangiz yig'layapti. Kelin, Oyjon. olib chiqmaysizmi? Maftun, ko'ylagimni olib berib yubor. Abrakadabra. Yuringlar, sizlar bilan gaplashib olishim kerak. Qaranglar. Men ovqat qilaman. Siz bolaga qarang. Siz men bo'lmasa ko'rpachalar tashlayman. Xo'p. Siz bolani tagiga almashtirganingizdan keyin ovqatni bering, hamma. Voy, shu bu kelinimiz g'alati bo'lib qopti. Dadasi qaytdimi? Sovg'ani oldingizmi? Ha, ana. Ketdimmi? Mayli, yaxshi borib keling. Pulim tugab qolibdi-ku. Sim karta? Balkim shu ichida pul bordir. Qayta to'g'irlatadi-da. Yomon zerikdim bor-ku. Hazillashdim. İşte, o'ladi-da. Qani? Bir bor boq, sabni kuni nasib, bir bor tomonimga boq. Namoy dardim. Ha, hammasini to'g'irladim, shuni yuborib yuboringlar. Bo'ldi. Hop. Uzr, ha? Ozod, yangi telefon oldingmi? Ha, xotinim sovg'a qildi. Honor, 4 light. Yaxshi telefon deyishyapti. Rost yaxshimikan? Judalar o. Bir bor boq, sabni kuni Ey, mana shu yerda ozgina o'tiray. Uyda shovqin bor-da. O'zimni bolalarim. Boray. Mayli, bolalar, men ketdim. Bo'pti, sog' bo'l. Ko'z tegmasin dadajonisi. Qanday vaqtga keldingiz? O'zi? Vaqtliroq kelish kerak deb o'yladim. Dada, bugun parkka boramizmi? Ha, sizlar parkka borish uchun vaqtliroq keldim, qizim. Jamila. Dadasi, telefon sizga yoqdimi? Ha? Kamerasi sun'iy intellekti bor. Yaxshi. Antenasi qanaqa ekan? Yaxshi ekanmi? Maftun. Bu telefonga shunaqangi uzoqlardan SMS kelyapti. Qanaqa SMS? He, SMS da. Ana keldilar oyijon, aytaymi? Yo'q, kayfiyat yo'q ekan. Avval ovqat yeb olsin, Suzi. Xo'p. Bolalar ko'rinmaydi. Shu atrofda yurgandi dadasi. Mana ovqatingiz. Bugun hech qanaqa rejalar yo'qmi? Yeb ol bolam, ye. Men pomidorlarni olib bolam. Zo'r ovqat bo'libdi menga. Dadasi diyoran qo'yilsinmi? Ha? Sinni? Diyoran? Kelinimga shoshasiz. Mani bugun gapim bor ekan, esimdan chiqib qopti. 500 dollar berib tur, men shunday yugurib boray, 20 ayol meni kutib o'tiribdi. Tez bor. 200 dan o'ynadingizlarmi? Ovqatlanib bo'ldimi? Aka, mashinani urib oldim. Mashinani urding, qachon urding? Ha, bitta. O'sha ovqatlanib bo'ldimi? Ha? Biz ham mibdamiz, to'lanmagan qarzlari bor edi. Mashinasini olib ketamiz. Aka, bu mashinani olib ketaman deyapti. Remont qilamizmi? Alo? Ozod, ovqatlanib bo'ldingmi? Ha? Sen ishdan bo'shading. Bir kosa kamlik qiladi yo'q. Maftun? Ha, dadasi? Yana bir kasasiz? Mana go'shni siz men gapga ketib ayol kutib o'tiribdi. Nega o'zi ayol? Maftun? Ha, dadasi? Gunohim ko'p. Lekin taqdir taqozosi bilan 70 ta hur berilsa ham sen keraksan. Nimaga? Chunki men yo'qotgan narsani sen topib bera olmasang, hech kim topib bera olmaydi. Hayotda Maftuna sizdan yosh ko'rinar ekan deb yozishibdi. Sizlar bir narsani bilib qo'yinglar. Maftuna sizdan yosh ko'rinar ekan deyotganlar.
Maftunani menday eri bor. Mani esa Maftunaday xotinim. Samolarga olaylik. Qalaysiz? Maftun bilasan nima uchun ayollarning dumi yo'q? Er kelgan vaqtda xursandchiligini bildirib qo'ymaslik uchun. Gulum telbadi bilan bizim ayrolmay baxtimiz. Barqoyat yoningdaman. Rostni aytaman, seni chiroyingga bahramand bo'lish uchun keldim va sen juda chiroylisan. Sen yo'q joyda o'zimni yomon his qilaman. Sen oldingga intilaman va sen oldingda uzoqroq qolgim keladi. Rahmat, dadasi. Qochiblar. Konditsioner. Dadasi, mana aytib deydaman. Sani? Dada, konservator yo'q qana yashagansizlar. Konservator yo'q paytimi? Voy, quyosh ketdi. Oynani yopib, xonani qaroq qilib ketmasdan. Hozir. To'xta. Avval pashshalarni haydash kerak. Nima bo'ldi? Pashshalar qarshi hujum qilyapti, dada. Bitta qolib ketibdi. Biz ikki kishi, u bir esa. Narna o'tir, kun issiqda. Tegma svet o'ynayapti. Bizning uyda shu svet ham o'ynaydi. Men o'ynamayman. Mana shunaqa yashaganmiz, qizim. Dadasi, men ham chiroylimi? Siz g'irt artel konservator. Chiroyli va sovuq. Maftun. Dadasi? Mana shu pirogingni yeb, lekin haqiqatda tushundim. Sen ovqatni mehr, muhabbat, insoniylik bilan pishirar ekansan. Chunki ichidagilar tirikda. Rahming kelgan. Maftun? Maftun. Romeo o'z muhabbatini isbotlash uchun zahar ichgan. Men o'z muhabbatimni isbotlash uchun sen pishirgan ovqatni yeyapman. Maftun? Dadasi? Men hozir uylab ko'rib bir narsani tushundim-da. Agar senga uylanmaganimda, uylanolmaganimda qalbim juda qattiq og'rigan bo'lardi. Mana hozir uylandim. Endi qornim og'riyapti. Qoshlari qaro, ko'zlari qaro. Qishloqi qiz qalbimda yar. Maftun. Qalbimni bir chekkasidan ikkinchi chekkasigacha to'liq saniki. Lekin shu tanamni egasi ko'p tashinisi yomon. Maftun? Bilasanmi, men hech qachon xiyonat qilmaganman. Hech qachon sotqinlik qilmaganman. Shuncha qizlar so'ragan, men lekin sen aytmaganman. Buydoqman deb turaverganman. Chunki men sotqin emasman. Maftun? Hayotda ikkita narsa meni xursand qiladi, bilasan? Birinchisi, men yaxshi ko'rgan ayol meni yaxshi ko'radi. Ikkinchisi, xotinim bunga qarshi emas. Onamni aytdim, onamni. Maftun? Dadasi? Mana bu yerda 30 million pul turibdi, ko'rmadingmi? Faqat jahli chiqmasin, dadasi. Qani pul? Yo'q. Nima qilding? Yana o'sha eski odatim tutib qoldi. O'zim tutib turolmadim, dadasi. O'sha pulni 2 barobar qilmoqchi edim. Erim chiqib qoldi-da, yo'q. Bo'ldi qildim, dadasi. U yo'lga boshqa kirmayman. Bo'ldi, degding-ku. Yana uyg'ondingmi? Lekin dadasi, u shunaqa chiroyli, yonidan televizorlar ko'rinadi, dadasi. Maktabi ham bor yonida. Eurohouse. Yo'q, bor-ku, uying, ikkita uying bor-ku. O'tirib qolganmisizlar shu narsaga. O'tirib qolganmisizlar. Chiroyli ekan-da o'sha uy. Maftun, men u pulga Tailandga bormoqchi edim o'rtoqlarim. Hoy, dadasi, jahli chiqmasin, dadasi. Chiroyli ekan, o'sha uyda olgim keldi. Onamga 10 million berdim. O'shani olay. Dadasi. Dadani ehtiyot bo'linglar. Ona? Voy,
pullarim bor. Sizga 10 million berdim-ku. Ha. Turibdimi shu? Turibdi. Qani? Televishkan oldilar. Siz ham uyingizmi? Hozircha. O'tirib qolganmisizlar oilaviy? Bu uylari ko'chada yashayotganlar yo'q-ku, mana shu uylari. Sen tushunmaysan. Ona bo'ladi o'ylaydi. Manku bo'laysiz. Sen o'ylab Manku, men o'ylasang talab yuboring. Shunisini kiy qizim. Adiyoni sana dadasi qarang bular kiyimini kiymiyapti. Dadasi qarang qizlarga aytgan qilmayapti. Ay! Bu nima qilganlari? Qachondan buyon kutib o'tiribman. Sham kiyin. Kiyimingni. Tez chiqinglar. Abachalar nima baqirasiz? Bo'ldi oxir. Ko'nglim kusiydi. Dadang xafa qilgancha. Mani qizlarim aqlli mana. Bir og'iz aytganda yo'q demay kiyadi. Men maxluqmi? Haqiqatda shu darajada yomon odammi? Nega unday qildim? Yo'q. Men yomon odam emas. Shunchaki menga berilgan rolni ijro etyapman, xolos. Dadasi? Siz kimlar bilan quchoqlashib yuribsiz? Kim bilan? Mana. Kim bu dadasi? Maftun. Margot Robbie. 300 ming so'm bersangiz keyin kechiraman. Qo'yli. Pul undirish uchun искусственный intellekt ishlatyapsizlarmi? Arzida mayli. Shunaqa ketib borgan chiroyli qizlar bilan quchoqlashtirib qo'yasiz-da. Chiroyli? Ha, bunisiga o'zim xato qildim. Mana. Ey, hashaverna, ko'rib maza qilaylik tushunmasa. Yana pul bering shu gapingizga. Dadasi? Biza uyda obim budjet qildik. Ha, nima? Shu oilaviy budjetni taqsimlash uchun. Keyinchi? Xalq menga ovoz berdi, iPhone olishim uchun. Qani? Ovoz berganlar?
Diyora Nozanin tushunarli. Konfetga aldangan. Men Muhammad Ali. U gapirishni ham bilmay, qanday ovoz berdi bu? Berdi-da dadasi. Ya, bunga kiritilmagan, bog'cha puli kiritilmagan, ro'zg'or puli kiritilmagan, sumsikka o'xshab Eurohouse-da ikkita kvartira olib olgansiz. Uni kim pulini beradi? Agar qarz chiqsangiz, internetga chiqarib yuboraman sizni. Nima deb? Budjetdan pul ajratmayapsiz. Yana o'zingiz bilan qarang. Unaqa qilmaylar. Kelyaptimi senga? Boramiz. Sizni uzoqdan ko'rdim-u, xayolimni yo'qotdim. Biroz o'yladim-u, tushundim. Agar hozir bormasam, boshqa unaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Rostini aytaman. Sizni yoqtirib qoldim. Men bilan bir piyola choy ichishga nima deysiz? Kechirasiz, lekin meni vaqtim yo'q. Ishim ko'p. Bo'lmasa shu ishlaringizni qilib turing. Men sizga aytyapman. Manga? Ha. Gulam mangami? Yuring. Voy. Rosa yoqtirib qoldingizmi? Rostini aytsam, prosta povutda bergim kelmadi. Lekin sizni ham atsangiz qarang, qana ko'tarib yondimi? Yondi. Samatsenga baland bo'libdi. Dadasi, kecha xolam keluvdilar nevaralari bilan. Shu Muhammad Ali ikkalasi zinada o'ynabdi-da. Yiqilibdimi? Yo'q, yiqilgani yo'q. Muhammad Ali yaxshi ko'rgan o'yinchog'ini olib ketibdi. Yo'qotibdimi? So'rayaptimi Muhammad Ali? Yo'q, yo'qotgani yo'q. Kelsa bordik. Shkaf tepasida turgan ekan. Ikkalasi ustalcha qo'yib olmoqchi bo'libdi. Yiqitibdimi? Shkaf tushibdimi ustiga? Yo'q, hammasi yaxshi. O'sha shkafning ustida gugurt turgan ekan. Ikkalasi olib o'ynabdi. Yo'qoribdimi? Shkaf yonibdimi? Uy yonibdimi? Hamma narsa tinch. Shu bachalarga qarab charchadim dadasi. Bugun ovqat qilmasam maylimi? O'ldiriyor, Maftun o'ldiriyor. Bir kun o'ldirasan meni-chi. Nimaga? Shu charchadim, ovqat qilmasam maylimi? Tamom. Qilma qo'y. Ha. Keyinchi internetda yana bitta Cho'zma. Shap. Hay, sariq bola pizzada Ramazon oyida zo'r setlar bor ekan. Shuni zakaz qilaylik. Xo'p, bo'ldi, tamom. Rahmat. Sariq bola pizzadan Ramazon setlariga buyurtma bering. 150 ming so'mdan ortiq xaridni amalga oshirgan har bir mijoz BMW mashinasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hammasi zo'ru. Yo'q boraylik. Bo'ladi. Cho'zib o'tirish kerak emas. Ertadan keyinga. Siqlab bo'l, qo'ra bo'l. G'ijdonlik tanishlarga aytamiz, farsh qilib beradi shashlikka moslab. To'tqa chiqib maza qilib shashlik yeydi. Ana, bu bordir. Atadish, pagajruzeta valuta modaram hamuncha raftani budimku. Men ham raftani ne hamtu guftamda. Mana dacham bor ekan. Tanishlarimizniki. Shunaqa dedilarmi? Tanishlarimga aytib qo'yaman, band qilib qo'yadi. Xohlagancha turamiz o'sha yerda. Yaxshi. Bordik-da, qilib olib keladigan bo'ldi. Chikunam dadish, begona ovqat bazammi? Ne? Tu begona namishishdagi, men rafdagi. Hayır, maylim. Endi biz ham bora qo'yaylik, ha? Yutibsizlarmi? Maftun, qozon ko'p qilyapti. Keyin separ. Qozda bo'ladi. Ha, boringlar. Ha, rahmat. Ha. Balki tojishani bilishimiz yetarmi? Ne. Yaxshi qiz. Bugun kechga kinoga borib kelmaymizmi? Ha? Uyimdagilar qo'ymaydi. Otangizmi? Bolalarim. Shularni birortaga topshiraylik, qay. Shunaqa qilaylik. Oh, meni mehribon singlim. Bilasan, sen kichkinaligingda-chi? Mana shuncha eding-da, o'rningdan tura olmasding. Shuna qo'lingdan ushlab do'konga olib borardim, xohlagan shirinligingni olib berardim, chunki akangman-da. Rahmat, bolalaringizga qaramayman, charchaganman. Ana kachalarda uchirganlarim Basharam bilan yiqitganingizni ham eslayman, aka. Mayli, lekin bil, bizning avlodimizda unaqa mehrsiz odamlar bo'lmagan. Sen asrab olganlar, sen. Rahmat. Voh, dadajon, yaxshimisiz? Keldim bolam. Dadajon, bizni yaxshi ko'rasiz-ku. Yaxshi ko'ramiz albatta. Lekin mevasidan danagi shirinmi? Mevasidan danagi shirin, lekin danaga tishimiz o'tmay qo'ygan bolam. Yo, nevaralaringizga Endi qo'ya boshimni qotirma, bor shoqa. dadajon. Ya qo'yib, tez o'sha
Oyijon, shu zo'r o'g'il tarbiya qilgansizda, xarakterlari biram yaxshi. Shuchi oyijon, shu tarbiya qilgan bolachalar o'zi hammasi zo'r bo'ladi. Kelinjon yurakdan gapiring. Shu nevaralaringizga qarab tursangiz. Boshim og'riyotibdi. Boring o'zingiz qarang bachalaringizga. 10 ta bacha katta qilganman. Endi navara ham katta qilaymi? Boring. Xo'p, oyijon. Ko'tar bachamachangni. Agar biz kinoga bora olmasak, demak kino biz tomonga keladi. Marhamat. Kinopoisk. Oilaviy kino tomosha qilish uchun. Maftur. Ey Maftur. Dadasi? Sanga sovg'am bor. Qanaqa? Esingdami? Even today, tomorrow, always. Sarpoga sovg'a qilgan birinchi adres-ku. Qachonlardir sendan shunaqa hid kelardi. Hozirchi? Hozirmi? Hozir boshiga yengil chuchitilgan yog' notalari keyin taglik bilan pampersning mustahkam hidiga o'tadi. Voy, jonim bolam, yaxshi keldingmi? Ha, juda charchadim. Ozgina shovqin qilmay turinglar, men uxlab olay. Bo'ldi. Maftun. Jim o'tiramiz, ozodjon uxlamoqchi. Jim faqat. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Diyora Nozanin, jim bo'linglar, dadang uxlayaptilar. Ovoz eshitilmayapti. Alo. Bo'ldi, keyin boraman, ozodjon uxlayapti. Ha? Yana Muhammad Aliga jim qiling, ozodjon uxlayapti. Hozir ojon boraman. Diyora Nozanin, jim bo'linglar, dadang uxlayaptilar. Ha, qo'shni? Qo'shni ozgina shovqin bo'lyapti. Sal pastroq gaplasha olasizlarmi? Ha, bo'ldi. Hop. Jim dedim, mana qo'shnilar ham chiqyapti. Jim! Yana jim dedim, bolam uxlayapti. Asli jim o'tirmanglar, mana gaplashib turinglar. Siz jim bo'lsangiz shovqin bo'lib ketib qolyapti. Sal gaplashib turinglar. Bo'li, jimmiz ozodjon. Mafsun, Ha, dadasi? senga zo'r yangiligim bor. Qanaqa? Endi pulimiz bor. Ha, xudoga shukr. Oylik qanaqadir yana xarajatlar bo'lsa, pulimiz yetadi. Shunga ikkini olib yubordim. Ama sen xursand bo'lasan deb o'tiribman. Ikkigami? Ha, onamga aytdim, shunaqangi xursand bo'ldi-da. Nima dedilar oyijon? Oyim aytdilar, zo'r-ku dedilar. Tabriklayman dedilar. Ismi nima dedilar? Men aytdim, ismi Bahor. Xonsaroy quryapti. 3-etajdan 54 kvadrat. Uydami? Ha, uy, birinchisi diplomat oldi, ikkinchisi Bahor degan loyihani. Ichida odammi bilan. Hazırlaştım. Bir kun bor. Ha. Cho'ntagimdan kalt topib oldi-da. Nima dedi? Qayerda kalti bu deydi-da? Nima deyishim bilmay qoldim. Ostikan ukalari, men yanga bilan ostikan to'g'imiz, yanga uylanib boray deyishdi. Orqaroqdan kelaylikmi? Orqaroqdan kelaylik. Qarog'dan ham bo'ladi. Mana shuni bizaniki. Yonimda bo'l, qorong'i tun, yonimda bo'l, har bir kun, yonimda bo'l. Lekin hozir bilsaklar ijara uyda yashar ekan. Ha? Yonimda bo'l, yonimda bo'l, qorong'i tun, yonimda bo'l, har bir kun, yonimda bo'l.
Studentlik vaqtim onam har doim aytardi. O'g'lim, sen tasavvur qilgan vaqtim Toshkentda hovlisi bo'ladi. Biz o'sha yerda yashaymiz deb tasavvur qilaman derdilar. Ichimda o'ylardim. Bu hovlilar qancha turishini bilasizmi, ona derdim, aytmasdim. Lekin haqiqatda ona niyati amalga oshar ekan. Maftun? Ha? Ikkita uchta uyim bor. Shuni bittasini ukamga sovg'a qilsammi? Ha? Yaxshi o'ylabsiz. Aka sifatida qilishingiz kerak. Jigarlar. Islom, Bekzod. Men sizlarga bir narsa bermoqchiman. Islom, qara, men seni akangman. Aka sifatida o'zini vazifalarim bor. Baribir yaxshilik qilsang, avval ukangga qilgin deydi. Tushunabsanmi? Shuning uchun men senga bir narsa bermoqchiman. Mayli, o'sha berishdan oldin bitta gap aytib olay, maylimi? Yo, men aytib olay. Yo, eshiting, zo'r gapda. Uy oldim. Ha, uy oldingmi? Ha. Bo'lmasa Bekzod sen eshit. Qara, men seni akangman. Aka sifatida vazifalarim bor. Shuning uchun men senga bir narsani bermoq. Aka, menda ham bitta xabar bor. Yo, men aytib olay. Yo, aka ichimga sig'mayapman-da hozir. Men Aytsin. Xonsaroydan Shirin hayot loyihasidan 2 xonali uy oldim. Biz qo'shni bo'ldik. Xonsaroydanmi? Ha, qo'shnimiz. Sen ham uy oldingmi? Siz nima bermoqchisiz bizga? Menmi? Men sizlarga maslahat bermoqchiman. Katta odam gapirganda-chi, bo'lmanglar. Oxirigacha eshitinglar. Ko'karib ketasizlar. Bo'lmasa qiyin.